Toshkent viloyatining Angren shahrida 8 yoshli bola daydi kuchuklar g'ajib tashlashi oqibatida vafot etgani aytildi. Ushbu xabar bugun ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinyapti. O'rganishlarimiz davomida ma'lum bo'lishicha, marhum bola onasi bilan Angren shahridagi mahallalarning birida ijarada yashab kelgan. Biz hozir voqea ro'y bergan hududda istiqomat qiluvchi fuqarolardan biri bilan telefon orqali bog'lanamiz. 8 yoshli bola maktabdan qaytayotganda shu daydiliklar talab ketgan. Bolalarimizni necha yildan beri shu bezovta qiladi deydilar. Nechta dala it yuribdi shu yerda. Xullas gavdali katta itlar. Bizimizga ham tashlanadi. Bizdan sal nariyoqda turarkan u ayol hozir Bekobodga ketgan ekan endi o'sha janozaga. Kuchuk tishlagan bola demak jarohat sabab vafot etgan. O'ldi, necha yildan beri shu muammoni ichidamizda, shu birov o'lmaguncha birov kulmaydi degani to'g'rida. Mana endi birov o'ldi, olib ketishadi, yana jo'natib olishadi, yana paydo bo'lib qoladi. O'g'li endi maktabga jo'natib ishga ketgan bo'lsa, vaqtida kelmaganiga xavotir olib, izlab chiqqanda 2 soat kechga qolganiga qidirib yurib, shunaqa gapni eshitib, ayol ham mazasi qochib qolgan. O'g'lini ko'chadan topib olganmi shunda tishlangan holatda? Meni ham o'zimdan avvalgacha yozda quvlaganda o'sha itlar bitta amaki yordam berib bolamni zo'rg'a olib qolganman. U shunda shifoxonada vafot etganmi? Yo'q, ko'chada o'lib qolgan eshitishim bo'yicha, chunki u vaqtida nima qilmaganda militsiyalar kelguncha qotib qolgan deydi. Bosib qilib olishmasin, shu yo'qotishni oxirigacha deyapmiz-da biz. Biz holat bo'yicha Angren shahar Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini raisi bilan ham bog'landik. Ular bo'lgan voqeani tasdiqladi. Holat yuzasidan xabarimiz bo'ldi. Ushbu oila bizni hududimizda vaqtinchalik ijarada yashagan. Bekobod tumanidan kelib, bolani it tishlagani haqida xabar topib, o'zim o'qishda edim Namangan shaharda. Darhol yo'lga chiqib, yetib keldim Angren shaharga. Shu paytgacha fuqarolardan murojaatlar kelib tushgan. Biz ularni bartaraf etish choralarini ko'rganmiz. Bu holat boshqa takrorlanmasligini oldini olish maqsadida holat shahar hokimi va barcha mas'ullar tomonidan jiddiy nazoratga olingan. Biz ushbu bolani oila a'zolariga hamdardligimizni bildiramiz. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati mas'ullari bilan bog'langanimizda ular yaqin daqiqalarda rasmiy munosabat bildirishini aytib o'tdi. Millar albatta voqea joyiga boradi va holat bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazadi. Biz marhum bolakayning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz.